Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Sog'lom salomimizda 28-iyun sanasida o'rtinib turgan navbatdagi darvozamizni o'rnatib berdik. O'zingizlar bir ko'rib baho berib qo'yasizlar, bir qator tanishtirib o'taman yurtdoshlar. Tagiga olib kelasizlar. Tagiga 10 shiviller qilib berganmiz. Ikki yoni hamda teva qismiga 10 ga 5 profil bo'lgan aziz do'stlar. Stenkasi 2,5 listenada bo'lgan. Lista 1.8 plyusovoy listdan 2 qavatli variantda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, xudo xolisa shu izolyatsiya bo'lgan darvozamiz polni. Hop, nerjinkalar bilan jihozlab berganmiz darvozamizni, ruchkalariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Zuber zamir qo'yib berganmiz, xudo xolasa xizmati zo'r, original xudo xolasa. Hop, kraskasiga to'xtalamiz. Kraskasi originalniy Devo sepganmiz, Devo kraska bo'lgan. Hop, turetskiy toza matviy lak sepib berganmiz. Darvozamiz matviy holatda bo'lgan, tomli holatda bo'lgan aziz do'stlar. Hop, 1 kvadrat metrni 1.250 mingdan dastavka uстановka qilib beramiz. 12 viloyat bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar yurtdoshlar. Agar joylar, razmerlar katta bo'ladigan bo'lsa, summasidan oz-moz tushib beramiz, kelishtirib qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekran pastda raqamlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.